Assalomu alaykum hammaga. Men bugungi sizlarga ko'rsatadigan joyim, lokatsiyamiz Samarqandda rayondan kelib, shu yerga birinchi qo'nim topgan odamlarni ko'pi biladi. Akalarimiz, otamiz, onamiz, og'ayin qarindoshlarimiz hammasi ko'pi kelib, shu yerdan shaharga kirib ketgan. Mana o'sha mashhur eski avtovokzal. Shu yerda ko'p insonlar 3 soat, 4 soatlab vaqtini o'tkazishgan, avtobuslarni kutishgan. Endi Xudoga shukr, hozirgi kunda zamonaviy eng zo'r avtovokzallar qurilib, shu joylarda shaharga kelgan odamlar Xudo xohlasa shaharda eng zo'r uyim bo'ladi, shaharda meni eng premium darajadagi uyim bo'ladi deb kutgan odamlar uchun Yuksalish mahallasida, birinchi marta Yuksalish o'zini mahallasida, Yuksalish mufida, Yuksalish Avenue. Xudo xohlasa mana shu joy o'rnida premium xonadonlarimiz qurilishi yaqinda boshlanadi. Charchamaysiz, sog' bo'ling. Kuch birlikda, yuksalishda.